Assalomu alaykum aziz ayollar. Sizlar bilan eng muhim bo'lgan mavzuni gaplashamiz hozir. Ayollarda intim a'zoni kengligi. Bu qayerdan kelib chiqdi? Masalan, u yoshligimizdan rivojlandimi yoki tuqqanimizdan keyin reski shunaqa bo'lib qoldimi? Ko'pchilik ayollar o'ylaydiki, tuqqanimdan keyin intim a'zoyim umuman sezmay qoldim. Jinsiy aloqa paytida sezgirligi yo'qoldi. Qanaqadir ovozlar chiqadigan bo'lib qoldi. Keng qanaqadir o'zimga yoqimsiz holat bo'lyapti deb aytishadi. Lekin bu faqat tug'ruqdan keyin bo'lgan muammo emas, bu avvaldan rivojlangan muammo. Buni hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Aslida intim a'zoni kengayishi sabablari juda ham ko'p. Har xil sabablar bilan kengayib ketadi. Birinchisi bu yoshligimizdan bizni qiynagan, balkim buni oddiy qabul qilgan ichimiz qotishi. Ya'ni bizni yoshligimizdan bu narsa qiynagan va bee'tibor bo'lganmiz. Ich qotishini qabul qilib qo'yganmiz. Lekin bu narsa ham yoshlikdan bizni asta-sekin intim mushaklarimizni bo'shashib, kengayib ketishiga sabab bo'lgan. Va bizni masalan og'ir sport bilan shug'ullanishimiz yoki og'ir yuk ko'tarishimiz ham aynan intim a'zoni kengayishiga sabab bo'ladi. Va yana gormonal buzilish, ya'ni gormonlaringiz buzilib ketgan sizda, shu sababdan ham intim a'zo kengayib boradi. Bu asta-sekin rivojlangani uchun biz oddiy qabul qilamiz. Yana bizda eng muhim omillardan bittasi bu stress. Stressga tushgan har bitta ayol albatta tanasini bo'shashib, pastga tortilayotganini his qiladi. Bu ham albatta bizni intim a'zoyimizni kengayib ketishiga sabab bo'lib qoladi. Yoki taningizni doimiy charchoqda bo'lishi. Ya'ni sizni taningiz charchoq, qanaqadir og'irlik, horg'in holatda yuribsiz, bu narsa ham albatta intim a'zoyingizga ta'sir qiladi. Eng asosiysi bo'lsa, bu muammolar to'planib kelganda tug'ruq yuzaga keladi. Misol uchun 9 oy homilani ko'tarib yurasiz. Homilani og'irligi pastga tiqilib, masalan, butun og'irlik pastga beriladi va bu og'irlikni intim mushaklarimiz ushlab turadi. Bu narsa ham albatta sizni intim a'zoyingizni kengayib borishiga va tug'ruqdan keyin qayta tiklana olmasligingizga sabab bo'ladi. Xo'p, endi bu omillarni yana bitta kengroq ko'rib chiqamiz. Chuqurroq kiramiz muammoga. Xo'p, birinchisi bizda nima edi? Ich qotishi. Ich qotishida ayol organizmida shunaqangi o'zgarishlar bo'ladiki, bizda yo'g'onichak orqa tarafda joylashgan, o'rtada intim mushagimiz, ya'ni farzand dunyoga keltiradigan, turmushga chiqqaningizdan keyin intim munosabat bo'ladigan zonamiz va oldida siydik pufagi. Siydik pufagini chiqib ketish kanali, uretra joylashgan bo'ladi. Xo'p, bu uchala zonamiz bir-biriga juda ham yaqin, yupqa devor bilan ajratilgan. Xuddi shu bizni yo'g'onichagimiz bilan intim a'zoyimizni devori shunaqa yupqa bir-biriga yopishgan, joylashganki, qabziyat rivojlanib, masalan, tepadan ovqat yeysiz, misol uchun yo'g'onichakni boshlanishida ovqat hazm bo'lib tushadi, lekin chiqib ketmaydi. Xo'p, sizlar ovqat yeyapsiz, yo'g'onichakda hazm bo'lib pastga tushmoqchi, masalan, chiqib ketmoqchi tashqariga, lekin oxirida turib qolyapti. Bu narsa qattiq, og'ir, organizmga og'irlik qiladigan yot jism to'planyapti. Ya'ni chiqib ketish kerak bo'lgan toksin to'planyapti. Sizda har kun ichingiz kelib, yengil bo'lmayapsiz. Shuning uchun u to'planib nima bo'ladi? Orqaga qaytib keta olmaydi. Shu joyda to'planib, kengayib boradi. Yo'g'onichagimiz kengayib, og'irlashib, qin devorimizga o'zini og'irligini tushiradi. O'zini og'irligini tushirganda qin albatta yana ham kengayadi va orqadagi og'irlikni ko'tara olmasdan pastga itariladi. Qin mushaklarimiz ham, yo'g'onichagimiz ham pastga qarab itariladi. Shu sababdan masalan 1 hafta yoki 3 kun, 4 kun har xil holat bo'ladi. Ba'zilar 10 kungacha yuradi qabziyatdan qiynalib. Shu holatda yuribsiz.
Endi nimadir qilib chiqarib yuborgisi keladi albatta. Hojatga kirib, uni chiqarmoqchi bo'lib kuchanganingizda haligi kengayib, og'irlashib turgan intim mushaklaringiz yanayam kengayib, yanayam cho'zilib, bo'shashib ketadi. Endi oldi CD pufagimizda CD to'planib, masalan 3-4 soat CDni ushlab yurish mumkin, lekin albatta tezroq chiqarish kerak. Eng uzog'i 4 soat yurishingiz kerak. Imkon qadar 4 soatgacha kirishga harakat qiling, hojatingizni chiqarib, qovuqni yengillatishga harakat qiling. Unda 4 soatdan oshib ketsa, ba'zi ayollarimiz aytadiki, meni qovug'im mahkam, ertalabdan kechgacha yura olaman deydi. Lekin bu narsa juda ham noto'g'ri. Chunki CD pufagi ishib, o'zining nomi bilan pufak. Ishib, bo'shashib, albatta u ham qin tarafga egilib qoladi. O'rtada qin mushaklarimiz cho'zilib, u ikki tarafdan tushgan og'irlikni ko'tarib, kengayib boradi. Bu eng yomon bizni odatlarimiz va kurashadigan muammolarimizdan eng birinchisi. Endi og'ir sport bilan shug'ullanish, kuchli sport bilan yoki og'ir yuk ko'tarishimiz ham xuddi shunaqa. Bo'shashib, kengayib turgan intim a'zoyingizga kuchli nagruzka tushadi. Misol uchun, og'ir yuk ko'tarasiz. 5-6 kilo yukni ayollarimiz hazakamiga ko'taramiz biz. Bu narsani ko'targanimizda organizm yana tazga og'irlikni beradi. Tazga og'irlik tushsa, intim a'zo yana ham kengayadi. O'zi bo'shashib, kengayib turgan intim a'zoyimiz yana ham battar kengayib ketadi. Kuchli sport bilan shug'ullanganingizda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Organizm kuchli nagruzka oladi, og'ir nagruzkani olib va u ham tazga nagruzkani beradi. Yana bittasi gormonal buzilish. Gormonlaringizni ham nazorat qilmasangiz, ya'ni bizda testosteron, estrogenlar o'zi 3 xil bo'ladi. Bular haddan tashqari balandlab oshib ketsa, organizm nima bo'ladi? Har bitta mushaklaringiz cho'zilib bo'shashib ketadi. Hamma mushaklaringiz bo'shashib ketadi. Endi bizda tanamizda bu bo'layotgan o'zgarishlar hayotimizga, sog'ligimizga qanaqa ta'sirlari bor? Bu prolapslar, ya'ni prolaps deyiladi, ikki taraflama devor tushib qolgani, og'ir nagruzka bilan tushib qolgani prolapslar deyiladi. U tashqariga ham ko'rinib qoladi. Ba'zi holatlarda ayollar bemalol tashqaridan ko'rishi mumkin. Qanaqadir go'shtchalar chiqib qoldi deb menga ko'p murojaat qilishadi. Shunaqa, agar sizda ham go'shtchalar chiqib qolgan bo'lsa, bu muammoni tezlik bilan hal qilishingiz kerak. U ikki taraflama tortib, tepadagi bachadonni ham olib tushishiga majbur bo'ladi. Bu og'irlikni bitta organizmimiz bir-biriga bog'ladi. Organizm bir-birini tortib olib tushib ketishi mumkin. Ko'p ayollarda hozir mana bachadon tushishi, prolapslar, rektatseliya, sistitseliya deb ko'p murojaat qilishadi. Shu muammolar ayni kichkina shu qilib yurgan xatolarimiz sabab bo'ladi. Agar sizda ham shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, sog'ligingizga e'tibor bering. Bu narsani masalan vaqtincha to'xtatib turish emas, butunlay bir umr xalos bo'lishingiz imkoni bor. Ya'ni siz qabziyatdan ham xalos bo'lasiz. Gemoroyingiz bo'lsa, gemoroy ham so'riladi. CD pufagida masalan CD tomib qolish holatlari yoki jiddiy muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, sistit muammosi bo'layotgan bo'lsa, bularda ham shifosi bor, davosi bor. Albatta, sizni intim mushaklaringiz bo'shashib, misol uchun turmush o'rtog'ingiz bilan yaqinlik paytida, intim munosabatlarda hech qanaqa zavq olmasligingiz, hech narsani sezmasligingiz yoki bo'lmasam havo chiqishi, namlik ko'payib ketib qolishi, balkim haddan tashqari quruq bo'lishi yoki og'riqli jinsiy aloqa bo'lishi, bular hammasi shu ayni kichkina muammolardan kelib chiqadigan kasallik, katta muammolarda olib keladigan narsa. Bu katta muammolardan xalos bo'lish uchun esa siz intim fitness mashqlari bilan shug'ullanishingiz kerak. Ya'ni o'ylaysizki, intim fitness mashqlari hamma joyda to'lib yotibdi, xohlaganimni qilsam bo'lar ekan
deb noto'g'ri xayolga bormang. Keyingi videolarda xudo xohlasa buni ham to'g'ri, noto'g'ri qilingan mashq organizmga qanchalik zararli yoki foydaliligini ko'rib chiqamiz. Bu haqida ham video chiqaramiz albatta. Ungacha qarang. Sizga bitta yo'nalish kerak. Hamma narsani ham, masalan, davolanish uchun doktorga borsangiz, antibiotik yozib bersa, soatini soatga to'g'rilab, kunini hammasini joy-joyiga qo'yib qilsangiz, keyin shifo topasiz. Xuddi shunaqa bitta sxema, bitta liniyada mashqlar sxemasi, dastur, katta dastur tuzilgan. Bu dasturni Inti Fitness kursida olishingiz mumkin. Bu kursga agar hozir yozilmoqchi bo'lsangiz, 20% lik katta chegirmaga ega bo'lasiz. Pastdagi havola orqali admin bilan bog'laning. Narxlari, 3 ta tarif bor bizda. Tariflar bilan tanishing, hammasi haqida to'liq ma'lumot oling. Xohlagan tarifingizda bemalol sog'ligingizni tiklab, bu muammolardan hech qanaqa operatsiyasiz, lazersiz, qo'shimcha dori vositalari yoki qanaqadir uskunalarsiz bemalol uy sharoitida bo'sh vaqtingizda qilinadigan mashqlar bilan sog'ligingizni tiklashingiz mumkin. Agar sizga video manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Bu videoni ko'pchilik foydalansin.